Yo'l sohasida ish faoliyatini boshlaganimga 24 yil bo'ldi. Va 30 yoshga to'lgan bo'lsam, bu tashkilotdan boshqa tashkilotga kirib ishlamaganman. Onam ishlagan, onamdan oldin dadam ishlagan, shularga qiziqib bu sohani tanlaganman. Dadam 40 yildan oshiq ishlagan. Bitta joyda. Bahorda ham yog'ingarchilik bor, baribir ishlaymiz, farqi yo'q. Har kuni erta soat 8 dan 5 gacha yo'lda xizmat qilamiz. Shu sohadan mana 3 ta qizimni uzatdim, Allohga shukr. O'g'limni uylantirdim. Xudoga shukr, faqat yo'lda yuramiz, mehnat qilamiz. Keksa yo'lchi aka deb chaqirishadi. Mehnat qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi ham, qarimaydi ham. Ular yo'lning odamlari, yo'l odami. Ama yo'ldan boshqa narsani bilmayman. Yo'l faqat yo'l. Turamiz yo'l. So'nggi oxirgi 10 yil ichida juda katta burilish bo'lib ketdi. El bahosini beradi hammasini. Hammamiz qo'limizda lapatka kuni bilan yurib bir 20 tonna asfaltni ta'minlashga ishlatganmiz. Yo'lchi kasbi bir mashaqqatli kasb degan sharafli kasb. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida, endi bu yerdan 1000 kilometrdan ziyod uyimiz turadi, Toshkentdan masofa. Yosh paytimda yo'lchilarni ishlab yurganini ko'rganmish. Havas qildim. Bo'lmadi, boshqa ishlasa bo'lmadi. Keyin shuning bilan taqdir ekan, oligarxga topshirdim, tugatdik. Yo'llanma bilan borganman. Ishga darrov qabul qilishgan. Turib turing dedi, hozir siz ishchi bo'lib ishlab turing, ishchi yetishmaydi. Bordik, ertasi ishga chiqasan deyishdi, ishga chiqdik. Hammamiz qo'limizda lapatka, ishchi yo'l yetishmaydi. Lapatka, shvabra olib birinchi marta asfaltni qo'l bilan yoyib birinchi ish kuni boshlaganmiz. Uyalaman lapatka ushlab turishga. Lekin hamma menga o'xshaganlar qilyapti ishni. Qayda ta'minlash ishlari bor ekan, kuni bilan yurib bir 20 tonna asfaltni, shuni birinchi ish boshlagan kunimiz shuni ta'minlashga ishlatganmiz qo'lda bel bilan. Birinchi ish kunim shuningdan hech esimdan chiqmaydi. U paytlarda Dusuderda yo'l qurilish boshqarmasi bo'lardi. Shu yo'l qurilish boshqarmasida ishlagan paytimizda ishchi bo'lib kirdik, keyin yo'l ustasi bo'ldik, keyin harakat xavfsizligi muhandisi bo'lib ishladim. Yo'lni saqlash bo'limi boshlig'i bo'lib ishladim. U payt bir bo'lim bo'lardi, saqlash bo'limi. Shuni asfalt bizning zavodda 6 yil boshliq bo'lganman, shu yerda rahbarlik qilganman. Shu tumanimizdagi, keyin tumandagi shu yo'l boshqarmamizga bosh muhandis bo'lib ishladim. Sulton Vays tog'iga chiqadigan yo'l edi. 4.182 deb nomlangan 30 kilometr yo'lni yangidan qurib chiqdi. Hamma tumandagi tashkilotlar qatnashib, shunday tezlik bilan qurildi, tumanimizga yo'l ochildi birinchi. Eng tuman markazi qurildi keyin. Tuman markazida ham 50 kilometrga yaqin ko'chalari bilan qo'shilib shu paytda 85, 86, 87-yillarda shu 50 kilometrdan ziyod yo'llar qurildi. Firmalar yo'q edi, hamma ishni avtoyo'lni o'zi bajarardi. Endi bajarganda ham sifatli qilib, chiroyli qilib, elni rahmatini eshitganmiz, olqishlarini eshitganmiz. Izzat O'taboyman 1983-yil Toshkent avtomobil yo'llari institutini bitkazib, u kishi Qoraqalpoqqa ketdi, men Qashqadaryoga ketdim. Telefon orqali xabarlashib turamiz. Bir yilda bir marta uchrashuvga kelamiz, kursdoshlar uchrashuviga. Taqdir taqozosi ekan, markazda birga ishlab turibmiz hozircha. Yaxshi yigit. Avtomobil yo'llar texnik tahlili va harakat xavfsizligi markazida ana faoliyat yurityapman. Qoraqalpog'iston bo'yicha bosh mutaxassis lavozimida. Bu yerga kelsam, o'zim o'rganadigan ustozlar nima ekan. Alijon akalar bor, Nuriddin akalar bor, ustoz. Biz bu yerga kelib boshqa bir muhitga kirib qolgandek bo'ldi. Talab ham juda qattiq, ishlarni bajarilishi, nazorati, ishqilib bu yerda kelib ko'p narsa o'rgandim to'g'risi. Tumanlarda bajarilayotgan ishlarning sifatini ko'ramiz. Yo'llarda harakat xavfsizligi bo'yicha qanday ishlar qilish kerak? Bugun qilinadigan ishlar bor, ertaga qilinadigan ishlar bor. Yog'ingarchilik ko'payib, sellar keladi, boshqa bo'ladi. Shularni joylarda o'rganib, oldini olishni harakatini qilamiz. Shu maslahatimizni beramiz bolalarga, davo shuni qilamiz deb sel kelgan payti bolalar bilan yonda yurib, bu oqibatlarni bartaraf etishda tununkina bo'lmasa bo'lmaydi. Yo'lchilarni u bo'lmasa yo'lchi bo'lmaydi. O'zi ko'zi bilan ko'rib, o'zi qilmasa, yonda turmasa, bu yo'lchi kasbi bir mashaqqatli kasb degan sharafli kasb. Sanamma yo'ldan boshqa narsani bilmayman. Yo'l faqat yo'l. Turamiz yo'l, ko'chaga chiqamiz yo'l, shunda ishlaganman xolos. Boshqa joylarga ham ko'p taklif bo'lgan, lekin o'zimga yo'ldan ketgim kelmadi, to'g'risi. Kuchli bilimli bo'lmasa, bu yo'lchi bo'la olmaydi.
ustozimiz bo'lardi. Alimov Yusuf aka degan avtoyo'l juda oliyjanob inson edilar. Bizlarni tarbiyaladi. Yoshlarni juda yaxshi ko'rardi, o'rgatardi o'zi. Qayerda ish bo'lsa, ish bo'lib turgan joyga borib, boshqa tumanlarda ham boshqacha ish bo'lib tursa, o'zlari ko'rgan bo'lsa, bizlarga olib borib ko'rsatib ketardi. Ana shunday qilish kerak, ana shu to'g'ri qilyapti. Ana shu ishda ozgina kamchiliklari bor, o'rganinglar bolalar. Ustoz bo'lmasa, yo'lchi bo'ladi yo'lchi, lekin ustoz bo'lsa boshqacha bo'ladi. Ko'plab shogirdlarim bo'ldi, shulardan mana ko'p hozir bular yo'l sohasida ishlashyapti. Men To'xtov aka bilan tanishganimizga 1 yil bo'lgan bo'lsa ham, lekin men ish yuzasidan to'xtab qolgan yerimda telefon qilsam labba deb javob beradi. So'ragan savollarimga o'z vaqtida yordam qilib o'rgatadilar va u kishini ustoz desam ham bo'ladi. Yillar davomida shu ishlaydigan bolani ko'rib xursand bo'lib o'tirasiz. U joyida, o'zini joyida. Juda sharafli. Bundan sharafli kasb, yo'l qurgan, ko'prik qurgan, buni el bilib turadi, ko'zi bilan hamma ko'rib turadi. Siz nima qilyapsiz? Qanday odamsiz? El bahosini beradi hammasiga.